Mehmet Kerimov Yoldaş Matnazarovich To'rtko'l tumanida Yoldaş Enver Ulubog' emchili rahbariman, tadbirkorman. Nadira Begim ko'chasida 4A uyini sotib olib, bir tadbirkorlik uchun shug'ullanish uchun shunday olvadik bir akvasexmi salamiz deb. Bir 5-6 adamni ish bilan ta'minlaymiz deb. Shu arkasında 7 yil burun satgan, undan bir firibgarlik yo'li bilan deb shuni satganlar bizga shunday bir shantaj etib yotdi. Maqsadi pul o'ndirish. Boshqa inosi yo'q. Hamma bularni tinglaydi, lekin tadbirkorni tinglamaydi. Bularni o'g'irlik sodir etib qo'ydi. 169-moddani 1-bendi bilan ish qo'zg'ab qo'ydi. Konteynerning ichida materiali bilan olib ketgan prokurorning o'zi kelib o'tdi, prokurorning. Lekin biza ariza etib bersak, bizani tinglamaydilar hamda. Shunday ahvolga tushib o'tiribmiz. Ko'ring, 4 yilda shunday odamlar bor ekan.